And the second one is the contents for the education. And the third one, we're sending our Japanese midwife to the hospital. Ko'rib turganingizdek, bizning xizmatimiz 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Bizning birinchi bosqichimiz ko'rib turganingizdek, bu ya'ni aqlli texnologiya CTG apparatimiz. Bu apparatimizning eng asosiy qismi biz mana bu joyda alarm monitorini o'rnatganmiz. Bu alarm monitori agar bolada yoki onada qanaqadir noo'rin holatlar bo'lsa, signal beradi bizga. O'sha zahoti signal beradi va mana bu ko'rganingizdek, bu yuragimizning, bolamizning yurak urishi. Biz qanaqa topamiz? Biz chaqalog'imizni orqa qismini topa olamiz, yonboshlar, paypaslar. Va bizning ikkita qurilmamiz bor. Bittasini biz chaqalog'imizning orqa tomoni yurak o'lchash uchun qo'yamiz va bu bizning testimiz 20 minut davom etadi. 20 minut davomida bolada qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti, biz buni maydalab, sinchiklab ko'rib chiqamiz. Va bizning ikkinchi xizmatimiz bu tadqiq kontent, ya'ni kitobimiz. Biz o'zimiz tomonidan to'liq kitob yaratilgan. Bu to'liq kitobda biz nimalar bilan ta'minlaymiz? Ona uchun kerakli bo'lgan barcha mahsulotlar, yoga mashqlari, barchasi berilgan. Ko'rishingiz mumkin, print shaklida ham olib kelganmiz o'zimizga. Va uchinchi xizmatimiz biz yapon aksiyalik usullari. Biz hozirgi kunda bizning yapon Spiker kompaniya a'zolari Surxondaryo viloyati Termiz shahri mashhur ko'p tarmoqli klinikasida hozir o'z treninglarini olib borishyapti va ko'rib turganingizdek, har bir homilador ayolimiz uchun alohida yondashishadi. So with AI and the training, we are giving our service to maternity hospital, then solve the problem. Biz nima qilamiz? Biz sun'iy intellekt bilan CTG apparatini qo'llaymiz va treninglar o'tkazamiz hamshiralarimiz uchun va bu kimlar uchun buni biz qilamiz? Albatta, akusherlik shifoxonasi, sog'liqni saqlash vazirligi va bizning natijalarimiz aniq 20 minut davomida biz aniq tashxis qo'yamiz. Va So this is our AI software, and we analyze the uterine contraction, this the pushing the tummy, and then fetus heart rate both. biz bir vaqtning o'zida chaqalog'imizning yurak urishi va onada erta tug'ish xavfi bor yoki yo'qligini aniqlab bera olamiz. Ya'ni onada bosim bormi, tortishish bormi, tonus bormi, biz aniqlab to'g'ri tashxis qo'yib bera olamiz. Sizda erta tug'ish xavfi bor yoki yo'q deb ayta olamiz. So AI has been help for the midwife and doctors, which giving the real-time diagnosis in the labor room and when you are delivering at the hospital. Bizning bu aqlli sun'iy texnologiyamiz ham hamshiralarimiz uchun ham doktorlarimiz uchun ham juda ham muhim deb o'ylayman va o'sha vaqtda mutlaq juda ham kerakli axborotni bera oladi guruh davomida. And what we are doing with this AI at Manshura Hospital is NSD, non-stress test for the check-up for baby before delivery. Biz hozirgi kunda non-stress test, ya'niki tug'ruqdan oldingi bo'lgan testni hozirgi kunda Manshura klinikasida o'tkazyapmiz. Buning bizning asosiy maqsadimiz erta tug'ish xavfini olish va 30 haftadan keyin, 30-32 haftadan keyin biz bu testni o'tkazishga harakat qilamiz. And we have two good cases after NSD. And in this case is we found the preterm labor, and which is not detected by ultrasound. So that this patient is going to another bigger hospital. Bizning asosiy xizmatlarimizdan bittasi muddatdan oldin tug'ruqni erta aniqlash.
bizda shunaqa holat bo'lsa, biz buni tezlik bilan doktorga murojaat qilib, o'sha qamarish statsionar qamarishga olishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardik. And in another case, we found this problem which is missing by ultrasound. So this case also maybe are small, and then we found that problem with our AI. Then finally, this patient also is going to the inpatient care. Bizning ikkinchi holatimiz g'ayriadobiy holatni aniqlash. Ya'niki ultrasound tekshiruvda ba'zan ishlar aniqlab bera olmaydi. Chunki bizning juda ham detalli aniqlab bera olamiz bu texnologiyamiz bilan, juda ham maydalab va bu aniq tashxis qo'yib bera oladi va hozirgi kunda mashhur klinikarimizda doktorlarimiz shuni tavsiya beradilarki, bu non-stress g'ayriadobiy holatni aniqlagan bir holatni boshdan kechirdik va ushbu topilmani bemor zudlik bilan statsionar parvarishga o'tkazdik. So we would like to show you that video, what we're doing in the Mantra Hospital. Then if you know some hospital owner who is very interesting and to collaborate with us, then please let us know we're here until Tuesday. Hozir siz bilan bitta video ko'ramiz. Biz hozir kunda mashhur kasalxonasida qanaqa bu apparatni qo'llayotganimiz bilan va qaysi biringiz agar sizga savollar, qiziqishlar bo'lsa, siz men bilan bog'lanishingiz mumkin. Men O'zbekistonda seshanba kungacha Ushbu video NST'ni bajarishning asosiy bosqichlarini tushuntiradi. Keling, buni xavfsiz va ishonch bilan qanday bajarishni o'rganamiz. Bemor va uning oilasini samimiy tabassum bilan kutib oling va NST tekshiruvini boshlashdan oldin u CD'ni chiqarib olganini tekshiring. Chetlik monitorini yoqing va ekranda to'g'ri tasvir chiqayotganiga ishonch hosil qiling. Ekran kompyuterda ham, monitorlarda ham shunday ko'rinayotganiga ishonch hosil qiling. Iltimos, ham fetal yurak urishi, ham bachaloq qisqarishi ma'lumotlari ekranda ko'rsatilayotganiga ishonch hosil qiling. Spiker homiladagi g'ayriadobiy holatlarni avtomatik aniqlab, tibbiyot xodimlarini rangli ko'rsatkichlar va tovushli ogohlantirishlar bilan xabardor qiladi. Ushbu yordamda hisni talqin qilishni yaxshi bilmaydigan mutaxassislar ham anomaliyalarni tez va oson aniqlashi mumkin. NST tekshiruvining maqsadini tushuntirib bering. Non-stress NST bu homiladorlik davrida chaqaloqning ahvoli yaxshiligi tekshiriladigan prenatal testdir. Bu chaqaloqning ahvolini baholash uchun yurak urishi va bachadon qisqarishlarini kuzatadi. Bemor yotishidan oldin 2 belbog'ni oldindan karavotga joylashtiring va u orqasiga qulay yotishiga yordam bering. Bemorni qornini ochib ko'rsatishini so'rang va kesarcha kesish izlari bor yo'qligini tekshiring hamda shu sohada o'g'riq yoki noqulaylik borligini ham aniqlang. Agar adyol yoki yopqich mavjud bo'lsa, qorin tashqarisidagi joylarni muloyimlik bilan yopish bemorning hijolat bo'lish hissini kamaytirishga yordam beradi va bu tajribani yanada qulayroq qiladi. Leopold usullaridan foydalanib qorni muloyimlik bilan paypaslang va homilaning orqa tomonini aniqlang. Bu yurak urishini aniqlash uchun eng yaxshi joyni topishda muhim bosqichdir. Homila yurak urishini aniqlovchi provozni qo'yishdan oldin unga ultratovush gelini surting. Homila yurak urishini aniqlovchi provozni palpatsiya vaqtida aniqlangan homilaning orqa tomoniga qo'ying. Bu yurak urishini eshitish uchun eng yaxshi joydir. Homila yurak urishini aniqlovchi provozni joyida mahkamlab qo'yish uchun belbog'dan foydalaning. Bachadon fundusining joylashuvini aniqlash uchun qorni muloyimlik bilan paypaslang. NST boshlangandan so'ng bemor va uning oilasiga grafikda chaqaloqning ahvoli qanday aks ettirilishini muloyimlik bilan tushuntiring.
Bemorning ismi, yoshi, homiladorlik haftasi, homiladorliklar soni, gravida, tug'ilishlar soni, tabiiy tug'ilishlar soni, kesarchi kesishlar soni hamda homila tushish yoki abortlar sonini kiriting. NST kuzatuvini kamida 20 daqiqa davomida uzluksiz davom ettiring. Homila harakati yuzaga kelganda, zarur bo'lsa yurak urishini aniqlovchi provozni sozlang. Agar homila uxlayotganga o'xshasa, uni muloyimlik bilan rag'batlantiring. Agar zarur bo'lsa, bachadon qisqarishlarini tekshirish uchun palpatsiya o'tkazilishi mumkin. 20 daqiqa davom etadigan NST kuzatuvi vaqtida nafaqat homilani, balki onaning umumiy holatini ham kuzatib baholang. Kozning shilliq pardalari va kaftlarda oqarish alomatlarini, tana yoki oyoq qo'llarida shish paydo bo'lishini hamda qo'l va oyoqlarning sovuqligini kuzating. NST natijalarini baholang. Bazal yurak urishi, o'zgaruvchanlik, tezlashuvlar, sekinlashuvlar va bachadon qisqarishlarini baholang. Natija ishonchli yoki ishonchsiz ekanligini aniqlang. Onani o'zini qulay his qilishi uchun qolgan gelni muloyimlik bilan artib tashlang. NST grafikini chop eting, diagnostika hisobotini to'ldiring va natijalarni shifokorga tushuntiring. Ilova qilingan ro'yxat asosida yurak urishi namunasining ishonchli yoki yo'qligini aniqlang. Ishonchli yurak urishi namunasini qanday baholash haqida batafsil tushuntirish alohida videoda berilgan. Agar shifokor mavjud bo'lsa, u NST natijasini bemor va uning oilasiga tushuntirib beradi hamda hisobotni topshiradi. NST asoslarini o'rgandingizmi? Keling, buni ko'plab bemorlarga qo'llaylik va ularga xotirjamlik hamda tabassum olib kelaylik. Agar sizda savol bo'lsa, qiziqish bo'lsa, bemalol so'rashlaringiz mumkin. Bizning bu yangi apparatimiz haqida bemalol so'rashlaringiz mumkin. Savollaringiz Mana yana tekshirish usulini eshittirgan bizlarda. Haftadan boshlanadi. 32 haftadan so'ng. Hozirgi kunda biz sakkizinchi oyga o'tganda tekshiriladi. Ko'ryapmiz, xonadonlarimiz kelyapti. Biz hamma uchun tekin qilib qo'yganmiz. Shunchaki ko'ngilni xotirjam qilish uchun kelishyapti. Lekin menda shunaqa ba'zan og'riq yo'q deydi-ku, lekin baribir ichlarida qisilishlar, tortilishlar bo'ladi. Biz test davomida bilib olamiz. Siz hozir 36 haftagacha deyapsiz. Bundan oldingi yerda kunni oldingi yerda tug'ruqlar bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? 25 haftalik bo'lishi mumkin, 26 haftalik deb bo'ladi. Buni qanaqa qilamiz? Bizni apparatimiz shunaqa apparatki, bolani yurak urishi, agar bola juda kichkina bo'lsa, biz bolani yaxshi yurak urishini ko'ra olmaymiz. Bola onada chunki qon katta bo'ladi-ku, siljib ketib qoladi. Biz agar yetarlicha 28 haftalikda ham ko'rganmiz, 26 haftalikda ham ko'rganmiz. Agar bolani holati yaxshi, ozgina kattaroq bo'lsa, qanaqadir bola kichkinaroq bo'ladi. To'g'rimi? Agar juda kichkina bo'lsa ko'ra olmaymiz. Bu apparatimiz bizga aniq graflarni ko'rsatib bera olmaydi. Endi siz ko'rsatgan apparatingiz 36 haftalik yuqori. Yo'q, 30 haftalikda. 30 haftalik. To'g'ri, endi bir xilda misol uchun yurak urishini uzi tekshiruvda ham 25 yoki 5 haftalikdan tekshiriladi. Unda misol uchun qanaqa bilasiz demoqchimanda, hozir faqatgina 30 haftalikdan yuqori deyapsizlar-da, shuning uchun men so'radim. Marka kattalash Baribir o'sha tutunus bo'ladi bachadonda. Agar bola kichkina bo'lsa, yaxshi eshita olmaymiz. Ha, Qochib ketib qoladi-da. Qochib ketib qoladi. Ozgina bola kattaroq bo'lsa, biz yaxshiroq. Gracias.
Yaponiyada biz 28 haftalik, 27 haftalik bo'lganda ham buni qo'llay olamiz deyaptilar. Lekin asosan Именно mana bu O'zbekiston Respublikasida qilmayapsiz-ku, faqat 30 haftalikgacha deb aytyapsiz. imенно O'zbekistonda ham qilyapmiz, 26 haftalikda ham qilyapmiz. Biz onani holatiga va bolani holatini inobatga olamiz. Ba'zan misol uchun 27-26 haftalikda olamiz. Yaxshi tekshirib eshita olamiz bolani yurak urishini. Ba'zan onani qornida joy ko'p bo'ladi, yo'q qochib ketib qoladi. Bir minut tekshiramizda urish topolmay qolamiz. Bizga juda ko'p muammo qoladi. O'sha sababli 30 haftadan keyin Rahmat Yo'qeybek. Savollar oxirida ham savollar qismi bor. Hozir bilan savollarni eshitsak, keyin shu bilan keyingi qismga o'tsak to'g'ri. İşte savolimizni javob oldim. Asosiysi bizni mintaqamizda katta bo'ladi shaharda. Kishi mo'ljallanadi. Pullik xizmatdanmi yoki saqlash vazirligi kelishilgan holatda poliklinikadami Thank you very much for your the question. So we have the glove here, so I can explain a bit more if you have a question. Thank you very much. bizda ham ularni shu yerda bor.